Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Podpischiklarim tinchmisizlar? Ana bugun nasib bo'lsa ko'rishib turganman, xursandman. Video qilib turganimdan bugun nasib bo'lsa bir ikki kun bo'ldi Termizga keldim ishga. Ana hozir Termizga ishlayapman. Termizdagi obyektga keldim, 25 tonnalik kranga. Duratoni tugatib keldim, kran berga olib keldim. O'zim deganim uchun qo'lni mana videoga chiqib bo'lmadi. Endi qo'ylar kelganda video olib o'zga qo'ydim. Video qo'ydim, ko'rgan bo'lsangizlar. Bu nasib bo'lsa endi masla kelgan, kranimizni maslasini almashtiraman. Bugungi mavzumiz shu maslasini filtrlarni, masla filtr to'playdigan filtrlarni almashtirish bilan hammasini ko'rsatib boraman. Mana bu maslamiz 20 litr, bular 3 litrdan 26 litr ketadi. Mana bularimiz filtr. Mana bularimiz filtr ana. Bular filtr. Mayda-ku. Ana shunaqa filtrimiz ana. Bu salarka filtr bo'ladi. Ana bundan ikkita bo'ladi. Yana bu yerga 2 xil, 3 xil filtrlarimiz bor. Bugun masla almashtiraman. Aytganimdek 3 soatga almashadi. Bu ham maslani qimmat arzonligiga qarab 250 soat, 3 soat, 350 soatga ham almashadigan masalalar bor. Qimmat, yaxshi masla, shirasi baquvvat bo'lsa, ana 350 soatga almashadi. Bizaniki Oscar degan masla, buni 3 soatga almashtirsa bo'ladi. Yana uni magazinchadan so'rab, mana shunaqa texnikaga qanaqa masla solsa yaxshi bo'ladi, maslahat berasiz deb yana magazinchidan maslahat olish kerak. Bu reklama emas. Maslani, filtrlarni video qo'yaman hozir. Ko'rsataman sizlarga. Reklama emas. Prosta qanaqa bo'ladi filtrni ko'rinishi, shularni ko'rsatmoqchiman sizlarga. Kimdir bilmaydi. Ya'ni endi o'rganayotgan kranchilarimiz, masalan, podpischilarimiz ko'rmagan filtr qanaqa bo'ladi deyish mumkin. O'sha uchun filtrlarni yana masla almashtirgan paytda ko'rsataman sizlarga. Ko'rishga davom etinglar. Ana jigarlar, masla men ham boshladim. Kranni ana bunday ko'tarib uстановkaga qo'yiladi. Uстановkaga qo'yilgandan keyin tekis 0 qilib urgandan shitirlar o'zgina ko'tariladi. Sababi bu tepadan masla qo'yishga xalaqit beradi-da. Keyin ana bu yerda karter bo'ladi. Mana karter bo'ladi ana. Masla qo'ygan joy. Ana shu 19 bo'lishi mumkin, 22 bo'lishi mumkin, 17 bo'lishi mumkin. Hamma krang har xil bolt bo'ladi, ochib bo'linadi. Ana bunday satilchaga atributka bo'linadi. 26 ta 27 ta atributka bo'ldi. Tushdi. Bo'ldim. Xullas, ana endi tepa lekin masla qo'yadigan joy ochiq qolish kerak. Sapun. Atributka tushadi-da, qolmaydi karterning ichiga. Qo'yish keyin ana bu. Ochib qo'ygandan keyin yog' sirqib yotish kerak. Ichiga qolmasligi kerak. Ungacha ana filtrlarni ochib olamiz. Ana bu atstoynik bo'ladi. Salarka filtr kattasi. Ana kichkina salarka filtrlar bo'ladi. Hozir ana shularni almashtiramiz. Bunga ana qana aytib o'tgandan filtr ключ. Ana bu filtr ключ bo'ladi. Ana shu bilan ochiladi. Yopiladi, ochiladi. Ko'rishga davom etinglar. Filtrlarni almashtirayotgan paytim hozir ko'rsatib qo'yaman. Mana shunday qilib filtrlarni almashtirib bo'ldim. O'z maslani qo'laman. Mana ko'rishlaringiz mumkin, qaranglar. Mana kichkinalar to'plangan filtr, ana bokovoydagi, ana bunisi motorning tagiga bo'ladi. Qap-qorong'i yo'qni ko'rsatishda iloji yo'q. Ana bunisi katta atstoynik filtr, ana bu. Bunisi masla filtr ana. Masla filtr ana bu takka bo'ladi, o'z qorong'i ko'rinmayapti. Qorong'i ko'rinmayapti. Mana shu masla filtri bo'ladi uni. Almashtirdim.
Hozir tepaga masla turibdi. Mana shu maslani solib 27 litr maslani yoqaman. Xullas, mana shunaqa masla almashtirish ham bir odamning o'ziga qiyin bo'ladi, bir kishiga. 2 soat vaqt ketadi bir kishiga. Sherik bo'lsa oson, 1 soatga qolmay, yarim soatga 40 minutga almashtirib tashlasa bo'ladi. Ha. Hammaga omad, charchamanga. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Like, podpiskani bosib turinglar, yangi videolar chiqaraman. Yomon charchadim.